Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Rishton tumanida choksiz tarmoq xizmatlarini olib boryapmiz. Ushbu yerda o'xshuv uzunligi 98 metr bo'lgan choksiz tarmoq chiqarib beryapmiz. Bu yerda choksiz tarmoqni ko'rib turgan xonadonimizga choksiz tarmoqimiz orqa tarafining bitta butun bo'lgan tarafi 20 metr uzunlikda bo'ldi. Hamda yonboshi, orqani yonboshi 24 metr uzunlikda chiqdi. Bu svetimizning rangi mokriy glyansiy bo'ldi. Mokriy glyansiy 0.45 talishnadan chiqarib berdik. Mana sifatlari a'lo darajada. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab. Bemalol shu ekrandagi nomerlarga aloqa qilaverasizlar. Mana listimizda tarishnasi 0.45.